Erlaring edi-yu, endi dushmanga aylanishdimi? Men ularga hech qanaqa yomonlik qilmaganman, lekin ular ustimdan yozib berishdi. Shu kunga ham yetib keldik. Afzal, bu yaramas ayolga necha yil berisharkan? Bu ayolning advokati o'zidan ham ustami. Eringni qara, yasam olganini. Uchrashuvga kelganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yuring ketdik, oyi. Shoshmang. Qani? Tezlashamiz. Qani kiring. Namuncha kech qolib ketdingiz. Xavotir olmang, hammasi joyida. Ha, Nosirboy. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzmisiz? Qani? O'tiring. Yaxshi kelibsiz. Yaxshi keldingizmi, Nosirboy? Ha, rahmat. Qani, iloho amin. Xonadonni baraka barakatini ziyoda qilsin Alloh. Amin. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Ertalabda mozorga borib keldim. Ayolimning qabriga. Shu bugun tushimga kiribdi. Ha, Bu Manzura bilan yarashib to'g'ri ish qildingiz, boy. Inson qarigandan keyin bir-biriga suyanib qolar ekan, boy. to'g'ri aytasiz. Manzura baribir boshqacha. O'shanda sizni gapingizga kirib to'g'ri qilgan ekanman. Ha, o'lmang. Barakalla bolalarim, baraka topinglar. Ilohi amin. Amin. Duo qilaylik. Ayting, Ishlaring rivojini bersin. iloh. Ilohim yaxshi Amin. joylarga kuyov bo'linglar. Doim mana shunday yuringlar. Amin. Ilohim. Omadinglarni bersin. Elni nazaridan qolmanglar. Allohu akbar. Alloh. Alloh. Dilnoz. Oyi.
voy shuncha yildan beri bu fe'lingizga qarab chidab kelyapman, hayronman. Siz hayron bo'lmang. Sizga men chidab kelyapman. Shuni bilasizmi? U desam bu yoqmaydi, bu desam u yoqmaydi. Ha, mayli. Jamoat jam Ana. bitta men kam ekanman-da. Afzal. Ya, Yaxshi voy, kelyapsanmi? keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatlisiz? Sog'lik yaxshimi? Osh hidlari kelyapti-yu. Ustoz. O'sham bor, hammasidan ham bor. Assalomu alaykum. Ana, Nosirboy, haqiqiy shogird shunaqa bo'ladi. Mehrli, oqibatli bo'ladi. Qani, bu yoqqa, bu yoqqa. Keling. O'tir. Baraka top. Qani bitta duo Alloh qiling. xotirjamlik etsin. Ha. Allohu Alloh. akbar. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Salomat bo'l, salomat bo'l. Yaxshi kelibsiz. Boringga shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Oyi, sizni qancha kutganimni bilasizmi? Bilaman bolam. Dilnoz, men ham seni ko'rish uchun kun sanadim. Oyijon, boshqa unaqa ketib qolmaysiz. Ketmayman bolam. Endi birga yashaymiz. Ishga kiraman. Yaxshi yashaymiz. Menga siz kelganingiz haqida xabar berishganda bilasizmi qanaqa xursand bo'lib ketganman. Sizni rosa kutdim men. Keldim bolam. O'zimni uzun soch qizim. Qizimni qayerdan topaman deb qo'rqib ketdim. Dilnoz, kechir meni. Senga bolalik berolmagan onangni kechirjon bolam. Unaqa demang oyi. Kechirdim oyi. Kechir. Bular yangi retsept asosida chiqyapti. Tatib ko'ring, mazasini aytasiz. Zo'rmi? Nima qilamiz? Qolgan joylarni ham ko'ramizmi? 5-6 ta filiallarni remont qilishimiz kerak. Kecha ustalarni chaqirib qo'ygandim. Ularni buyurtmalarini qolgan filiallar zimmasiga oladi. Uddalasharmikin, opa? Albatta uddalashadi. Ularni ham tez kunda remont qilib ishga tushiramiz. Siz nima desangiz shu. Yur, boshqa joylarni ko'raylik. Yuring. Ko'z tegmasin, ishimiz ancha kengaygan. Mana. Hormang, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Dizayni yomon emas. Yaxshi. Yaxshi. Hormang, charchamayapsizmi? Hormang. Bismillah. Zo'rmi? Ha, Nozima, nima gap? Sardor yiqilib tushdi, oyijon. Qattiq yiqilmadimi? Bilmayman, kasam baqirib yig'lab yotibdi ekan. Hozir boraman.
Sizlarni dastinglarda ishga ham kela olmayman, a? Xo'p, boyjon, tezroq keling. Xo'p, Tinchlikmi, opa? yur. Uyga borib kelaylik. Sardor yiqilib tushibdi. Mayli. Sen qarab tur bularga. Yaxshi yetib oling. Ana, osham keldi. Olinglar. Qani, yil. Boshlang, dadajon. Qani choydan quychi. Olinglar, Qani, bolalar. olinglar. Ol. Oling dada. Bismillahirrohmanirrohim. Dada, Olinglar. Obke. Mana dadasi. Bera qol, baraka top. Nondan shu. Rahmat. Kuyib qolma. Xo'sh, endi men sovchilikka boraveraymi? Dadasi, kuzda to'y qilamizmi? Mana, o'g'illarimiz kap-katta bo'lib qolishdi. O'zlari ham ishlashyapti, yaxshi pul topishyapti. Ah, labbay. Bir ikkita qizni ko'z ostimga olib qo'yganman. Ha, shunaqa-da. Gapiringlar. Sen sovchilikka borib, ovora bo'lma. Bu bolalar kelinni o'zligi topishadi. Yo'q, ey. Nima? Qizinglar bormi? Aytib qo'yay. Agar menga yoqmasa, kelin qilmayman. Shunaqasi ham bo'ladimi? Oyijonim. Men siz kimni tanlasangiz shunga uylanaman. Faqat Ilyos qiz bor. aka. Aka. To'g'risini aytganda. Yaxshi qiz oyi. Bizda ishlaydi. Aytishnik. Shunaqa ekan. Avval meni imtihonimdan o'tadi. Xo'p. Ana undan keyin o'ylab ko'ramiz. Dadasi? Kelin tayyor. To'yni boshlasak ham bo'lar ekan. Boshga yuramiz. Olinglar, sovib qoldi-yu. Qani, oshga qaranglar. Olinglar, olinglar. Sizlar yemayapsizlar, faqat men yeyapman. Olinglar. Aka, baribir sotdingiz-a? Baribir bilishardi-da. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi bo'ldi bilganim. Manzilini aytib qo'ygin. Sovchilikka borib kelaman. Xo'p. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Xo'sh, Afzalboy. Ishxonada nima gaplar? Bugun katta partiyadagi mahsulotlarni eksport qildik. Yaxshi. Xo'sh, hamkorlar bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. Ularga mahsulotimiz juda ham ma'qul keldi. Yana buyurtma qilishmoqchi. Pulni to'lasa, qilib beramiz. Choydan iching. Mana. Bankdagi kreditlaringiz ham yopilibdi. Endi o'zingiz yangi filialni ochilishga bormasangiz bo'lmaydi. Yo'q. Mensiz o'zing ochiver. Men Nosir bilan dala qo'riga boramiz-a? Ha, bo'laveradi. Yo'q, Sodiq Turg'unovich. Birinchi filialni ochib olaylik. Keyin dala hovli mana mendanda. Nima dedingiz? 2-3 kun maza qilib dam olib kelamiz. Kunlar ham ancha isib ketdi. Men yigitlarga aytib qo'yaman. Chiroyli qilib bozor qilib kutib olishadi. Xarajatni qilib bersalar ham bo'ldi-da, gap yo'q. Pishirish menda hammasini. Ro'zg'orlik sizdan aylansin. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Afzalbek yaxshimisiz? Rahmat. Sog'liqlar siz yaxshimi? Ha, rahmat. Bolajonlarim yaxshimi? Yaxshi. Kelinim yaxshimi? O'zingiz tuzumisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Dadasi, osh tayyor. Suzaveraymi? Ha, olib ko'ring. Xo'p bo'ladi. Mayli. Qani, olib kompotdan qo'ying. Qani ilohi amin. Tinchlik, xotirjamlik, sog'liqni bersin. Amin. Bolarim, sizlarni ham topganinglarga Alloh baraka bersin. Amin.
Sizlar bizni siylabsizlar. Sizlarni Alloh siylasin. Ilohim. Allohu akbar. Oyi, o'tiravering. O'zimiz to'g'rilab olamiz. Ha, mayli, qo'yaver o'zlari. Barakalla. Hozir topinglar. Dadasi. Voy, dadasi. Shukrlarni Nasiba ko'rganda edi. Nasiba o'g'illarini toparmon, tutarmon. Chiroyli yigit bo'lganini ko'rganida xursand bo'lardi. Ha, aytishadi-ku. Ruhlar tirikdir deb. Nasiba bizga tashlab ketgan omonatlarini asrab, avaylab katta qildik. Xudo xolasa, yaqinda uylantiramiz. Ha. Menimcha, unga bergan va'damizni ustidan chiqdik. Opa, bolalarimga o'zingiz qarab turing derdi. Voy, yana yurakni siqishni boshladingmi? Ey, xursand bo'lsang ham yig'laysan. Xafa bo'lsang ham yig'laysan. Yig'lamagin bo'ldi. Xo'p, dadasi, xo'p. Ilhom ham chiqib qolsa kerak-a? Ha. 2-3 yilda chiqib qolsa kerak. O'g'illarini olib xabar olib kelsangiz bo'lar ekan. Men ham shuni o'ylab yurgan edim. Agar Ilhom bolalarini ko'rsa, rosa xursand bo'ladi. Ey, bo'ldi siqilurmagin. Hali Xudo xohlasa, chiroyli qilib katta to'y qilamiz. Hali bu bolalarning to'yida bosh bo'lib turamiz. Sen o'rtadan chiqmasdan o'ynaysan, bilib qo'y. O'ynayman. O'ynayman. Bo'la qolsangiz-chi, namuncha qolib ketdingiz? Samolyot 10 daqiqadan keyin qo'nadi. Hozir. Hech qilsa ulguramiz. Ko'ylaklaringizni dazmollab qo'yganman. Yaxshi. Tavba. Yuragim toshib ketyapti. Siz bo'lsa bemalol yuribsiz. Onajonisi. Xavotir olmang. Ulguramiz. Oy, Kozim aka. Azikni necha yildan beri ko'rmadim. O'zgarib ketgandir-a? Qiziqchimisiz? Har kun telefonda gaplashasiz-ku. Telefonda gaplashish boshqa. O'zini ko'rib gaplashish boshqa-da. Qaysi ko'ylagimni kiysam ekan-a? Hali o'zingiz tayyormamsiz? Menga bo'ling deb yotibsiz-a? Tezroq tayyorlik oling. Tezroq bo'ling. Xo'p, bo'pti. Nega qara Afzal? Firmang yurib turibdimi? Ha, Xudoga shukr. Firmam juda ham gullab ketdi. Tenderda katta obyektni yutib oldik. Haloling bo'lsin. Omadingni bersin. Turkiyaliklar bilan birga katta mehmonxona quryapmiz. Yaxshi-ku. Yaxshi, lekin ertaga ular uchib ketadi. Sizni kompaniyangizga ham qiziqib qolishgan. Ular qayerdan bilibdi meni kompaniyamni? Men tavsiya qildim. Katta miqdorda mebelga zakaz berishmoqchi. O'zlarida mebel zo'r-ku. Menikini boshiga uradimi? Ular O'zbekistonda qurilayotgan mehmonxona uchun bizni standartlarga javob beradigan mebel kerak ekan. Ha, u yoqdan mebel olib kelsa, qimmatga aylanib ketar ekan. Tushunarli. Ertaga ofisga borganda Jahongir bilan uchrashib, hal qilur. Men ham hamma ishni o'shanga topshirganman. Yo'q, ular aynan siz bilan ko'rishmoqchi.
katta pulli shartnomani yordamchingiz bilan qilmaydi. Mayli. Sen uchun boraman. Mana bu boshqa gap. Olib keling. Mana osham tayyor Qani? bo'ldi. Yaxshi. Joy ochaylik. Qo'y. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. O'tiring. Yo'q, O'zingiz ham o'tiring. sizlar bemalol. Men ichkarida o'tiraman. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Rahmat. Qani boshlanglar. Aha. Qani? Qani? Qani bismillahirrohmanirrohim. Oling qani? Haliyam bo'lmadingmi? Hozir ojon. Pari rosa tayyorlagan. Kech qolmanglar deb. Kechga qolmaymiz. Hali samolyot qo'nmagan oyi. Sen qayerdan bilasan? Menga Azik yozdi. O'zi yetdimi? Ojon? Dadam ham boralam? Yo'q, dadang bog'chadan ukeni olar ekanlar. Tezroq bo'la qol. Bo'l. Xo'p, oyi. Maftuna. Bolalar. Assalomu alaykum buvijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bizga nima olib keldingiz? Zo'r narsa olib keldim. Qani o'tiringlarchi. Qani? Men sizlarga mana nima olib keldim. Rahmat buvijon. Buni senga. Rahmat. Osh bo'lsin. Yaxshi o'tirdinglarmi? To'polon qilmadinglarmi? Ukam yiqilib tushdi. Nega? Qaramadingmi? Qaradim, o'zi yiqilib tushdi-da. Qat'iy yiqilmadingmi? Qo'lim shilindi. Voy, bolam. Endi dodangdan rosiga peshtarkanmiz-ku. Og'rimayaptimi? Yo'q. Qanamabsan-da qizim. Xo'shlar qarang. Xudoga shukurlarga ham keldik. Ha, opa, to'g'ri aytasiz. Boshida qancha qiynaldingiz-a? Mana shu kelin bilan chiqish olmasdan. O'ris derdingiz. Mana o'zbek bo'lib qoldi. Xudoga Ana ko'rdingiz, tarbiyalasangiz bo'ladi. To'g'ri aytasiz. O'zbekchani ham suv qilib ichib borgan. Yaxshi gapiradi. Biram chaqon, biram pazanda. Keyin oyijon desa, shunaqa erib ketaman-da. Ha. O'g'lim ikkalasi menga rosa yaxshi qarashdi. Ha, ko'z tegmasin opa. Yaxshi bo'lsin. Har kun shaharga meni bola bog'ida aylantirib kelishadi. Ilohim baraka topsin. Ilohim. O'zi bilmagan ekanman. Sen yaxshi bo'lsang, odamlar ham yaxshi bo'lar ekan. Ha, to'g'ri. Yaxshilik qidirgan odamga yaxshilik, yomonlik qidirgan odamga yomonlik bo'lar ekan. To'g'ri aytasiz. Keyin har bir inson muomala qilganda oynaga qarab muomala qilish kerak ekan. Oynaga qarab muomala qilsang, oyna qaytaradi-yu. Xuddi shunaqa bo'lar ekan. Oynaga qarab yaxshi gaplarni gapirish kerak. Umringiz uzoq bo'lsin opajon. Shularning rohatini ko'ring. Yaxshi ham shular bor ekan, ko'nglim ko'tariladi. Ishqilib Nodir o'g'lim ham eson-omon qaytib kelsin-da. Qaytib keladi opa, keladi.
Ilohim. Voy, assalomu alaykum ojon, keldingizmi? Va alaykum assalom, qizim. Bular meni jinni qilib qo'yay dedi. Sardor yiqilib tushibdi-yu. Ne qaramadinglar? Sho'xda. Rosa sakradi, yiqilib tushdi keyin. Shuncha aytdim, sakrama deb. O'zingga o'xshaydi-da. Sen ham rosa sakroqchisan-u. Yod surib qo'yaman, yaxshi bo'lib qoladi. Oyjon, bolalarga o'z qarab turing. Doktorga borib keling, mazam bo'lmayapti. Mayli. Borib keli hali vaqtli-yu. Haydovchi chaqiraymi? Yo'q, o'zim mashinamda borib kelaman. Bu ahvolingda mashina haydama. Hech nima qilmaydi oyijon. Qachon keladi haydovchi? Ungacha doktorim ham ketib qoladi. Shunda ko'rinib keling. Bo'pti, bora qol qizim. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Buvi? Oyim yana chaqaloq olib keladilarmi? Ha. Xudo xohlasa senga singil keladi. Ismini Madina qo'yamiz. Maftuna va Madina bo'lasizlar. Ura, bizning uyga yangi chaqaloq kelar ekan. Mayli, men boraychi. Mayli, opa. Bilmasam, qo'ngandir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Kech qolmadikmi? Yo'q. Biz ham endigina kelgandik. Shu yerda biz ham kutib turibmiz. Zarina qizim, sen yaxshimisan? O'qishlar bilan charchamayapsanmi? Yaxshi. Voy, o'qishni bitirib bo'ldi. Magistraturani ham tugatdi. Voy, tabriklayman. Bu yaxshi. Tabriklaymiz. Tabriklayman unda. Rahmat. Azimjonimni biram sog'inib ketdim. Kelishi bilan to'yni boshlaymiz deb turibmiz. Bir gap bo'ladi. Ojon, men u yoqda kutib turaman, xo'p? Xo'p, mayli. Onasi, men bir borib qaraychi. Reysga qachon uchib kelar ekan? Mayli. Xo'p. Yaxshimisiz, opa? Yaxshi. Voy, opa. Ishqilib Zarinani yigiti yo'qmi? Esing joyidami? Axir Azimjonni kutyapti. O'g'ling tinmay yozadi. Turmushga chiqib ketma, men yaqinda boraman deb. Voy tavba, yo'q-ey. Bunaqa narsalardan xabarim yo'q ekan. Shunga qizim hamma sovchilarni qaytarib yuboryapti. O'zim o'rgilay. Aqlli qiz bo'lgan. Juda ham chiroyli qiz bo'lgan. Baxtini bersin. Onasi, odamlar chiqishni boshladi. Yura qolinglar. Qani, yuring. Yuring. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Ajoyib o'yinchoq ekan-a? Bolalar o'zingga qoldimi? Assalomu alaykum. Ha? Yaxshi keldingizmi? Ona qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi. Polvonim, qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshimisizlar? Xo'sh, bugun nimalarni o'rgandingiz, qizim? She'r aytishni o'rgandim. Qani aytib beringchi? Boringiz baxt ekan, boringiz davlat. Sizday mehribon topmadim hech ham.
Menga baxt tilaysiz, omad, baxtimga sog' bo'ling, jannatim onam. Oo, barakalla. Barakalla. Senchi, qachon o'rganasan she'rlarni? Ha, bu ham o'rganyapti. Ha, barakalla. Barakalla. Onasi qani? Ha, doktorga ketdi. Ozgina mazasi bo'lmayotgandi. Ko'rinib kelsinchi. Vaqtning tez o'tganini qarang. Bir pasda nevaralik ham bo'ldik, qo'ydik. Biz shu kunlarni kutgandik, to'g'rimi? Ha, to'g'ri aytasan. Bundan ortiq baxt bormi o'zi? Ha. O'rikdan danaga shirin deb shuni aytsa kerak. Kim qayerda? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Oy, yaxshimisizlar? Qalaysan? O'zing yaxshimisan, bolam? Suyunchi beringlar. Tinchlikmi? Ha, uchinchisiga ota bo'ldim. Tabriklayman, ota o'g'il. Tabriklayman. Barakalla. 3 kiloyi 300. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin, ilohim bolam. Alloh. Allohu akbar. Barakalla. Nozima yaxshimi? Ha, yaxshi. Bola ham yaxshimi? Yaxshi. Ikkalasi ham yaxshi. Yaxshi. O'zinglar yaxshi o'tiribsizlarmi? Men bolaga o'yinchoq bo'lsa bo'ldi. O'zingga o'xshab yuvoshgina. Oyjon, ana Aziz keldi. Ana qani? Ko'rmayapman. Aziz kelyapti. Oyjon, ana kelyapti, uchuvchini formasida. Voy, bo'ylarini qarang. Ham chiroyli yigit bo'pti. O'yini qara. Juda ham chiroyli bo'pti. Qarang. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Ana kelyapti-ku. Xursandligimni tova qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi keldingmi? Qarang buni. Ancha katta yigit. Sizlarni sog'indim. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Voy, bo'ylaringni qara. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Juda ham o'zgarib ketibsan. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Rahmat, Yaxshi uchib keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Diplomingni oldingmi bolam? Oldim. Xalqaro yo'nalishlar uchuvchisi Azimjon G'oyipov. Voy. Dodam kelmadilarmi? Dodang uyda osh damlab kutyapti. Ha. Seni kelishingni intizorlik bilan kutyapti. Qani bo'lmasam hammamiz uyga boramiz. Dadajonning qo'llaridan oshiymiz. Ha? Pari, uyga keta qolaylik. Voy. Noqulaydi. Opa, nega uyalasiz? Yuring. Bo'lmasa men mashinani qizdirib turaman. Sizlar chiqib ko'rasiz. Xo'p. Qani bo'lmasam, yuring opa. Buncha tikilding. Chiroyli bo'lib ketmanmi? Forma yarashibdi. Sen o'zgarmabsan. O'sha Zarinasan. Miss Zarina deysizmi? Ha, Miss Zarina. Opa, bularni qarang. Rosa bir-biriga mossa. O'zikka ko'z qo'ygandek. O'g'ling katta bo'lib, ko'rkam yigitga aylanibdi. Tanimadim. O'zgarganini qara. Ha. Kuyov desa, kuyovdek. Namuncha reklama qilding. Bo'pti opa. Qachon sovchilikka boray? Menimcha baribir qo'ymaysan. Bilasiz-ku, qarang o'zingiz. Ikkalasi bir-birini sevsa, nima qilamiz ishni cho'zib? Men seni o'zim boshqaradigan samolyotga taklif qilaman. Qachon? Tez kunda. Meni Qatar avialiniyasiga taklif qilishdi. Zo'r-ku? Faqat bu sir. Boshqalarga aytib qo'yma. Ularga keyinroq aytamiz. Kelishdik. Ketdingmi? Qayerga? Biz uyga. Yo, men bormayman, uyalaman. Bugun bormasang, bir necha oydan keyin baribir kelin bo'lib borasan. Shu seni o'g'ling meni qizimni yo'ldan urgan. Ajab qipti, xo'p qipti-da. Yaxshi qizlarni shunaqa qilib yo'ldan urib, uylanib olish kerak. O'g'lim ham o'zimga o'xshaydi-da, opa.
Otajon, keling, bir qudam bag'rimga bosing. Birpasda quda ham bo'ldikmi? Oy, Baribir uyimga olib ketaman. Men sizga qo'llama bermayman. Qani yur. Qo'yib yuboring qo'limni. voy kelyapti, yuring. Ha, ketdik yer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sodiq Turg'unovich bilan ko'rishishim kerak. Sodiq Turg'unovich, siz chet ellik hamkorlar bilan kelgan investor. Xuddi shunday. Tushunarli. Qani? Marhamat. Rahmat. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Qani bo'la qoling. Qani, endi suratga suratga tushamiz. tushamiz. Qola olib qo'yasizmi? Qani, kulib tursin. Qara holiga qara. Olyapman. Jahongir, hamkorlikni ichida kelarkan. Agar bir soatdan kechik qolsa, meni vaqtim yo'q. Kutmayman, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Qani och eshikni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich, men sizni kutayotgandim. Kechirasiz. Sizni tanimay turibman. Yangi hamkorlaringizni yordamchisiman. Ular kelguniga qadar siz bilan uchrashishim kerak edi. Ikkalamiz gaplashib olsak bo'lardi. Albatta bo'ladi. Bo'ladi. Jahongir, Labbi. bor ishlaringni qilib. Xo'p bo'ladi. Haligi hujjatlarni olib kelingmi? Jahongir, hujjatlar kerak bo'lsa, o'zim chaqiraman. Bor.
qabul bo'ladi. तो वैसे मैं बाहर आ चुका हूँ। मैं आपको प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम बताऊंगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह फरीदी, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, आसिफ अली, अबरार अहमद, शदाब खान, अरफात मिनाज, समीर मिनाज, हैदर अली। चलो मैं ना आपको सारे क्रिकेटर्स के नाम बताता हूँ, पाकिस्तान के अलावा भी जो बाहर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के भी हैं। केन विलियमसन, लोकी फर्गूसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कुमार संगकारा, अब्दुल समद, इरफान खान नियाजी, कुलदीप यादव, दीपक हुडा, शरियास अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशान, सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल, नसीम शाह, हसनैन तल्लत, शर्जील खान, उमर अकमल, कामरान अकमल, फुरकान भट्टी पाकिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट लेकिन प्लेयर नहीं है। सुशांत मेहता इंडिया स्पोर्ट जर्नलिस्ट लेकिन प्लेयर नहीं है। नसीम शाह, ट्रेंट बोल्ट, टीम साउथी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, बाबर आजम, फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, हसीबुल्लाह खान, रोमन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, बाबर आजम, कुलदीप यादव, बाबर आजम, कुलदीप यादव, नसीम शाह, कुलदीप यादव, नसीम शाह, कुलदीप यादव, एरन हार्डी, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, उस्मान ख्वाजा, उस्मान खान, पैट कमिंस, नेथन लाइन, इंग्लैंड का खिलाड़ी जैक लीच, बैन स्टोक्स, हैरी ब्रोक, एंडरसन, गैस एकिटसन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ईगल, अफगानिस्तान प्लेयर रहमान लवेबाज, मोहम्मद नबी, राशिद खान, उमर जई, और नूर, और नवीन उल हक, और विराट कोहली इंडिया का। अभी इंडिया और इंग्लैंड का ओडीआई मैच भी चल रहा है, लेकिन हम यहाँ के व्लॉग बना रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, क्योंकि
क्योंकि हमने एक वीडियो के साथ अटैच करना है ब्लॉग और पैसे कमाने हैं इंशाल्लाह। एंड बाबर आजम की कवर ड्राइव ज़्यादा बेस्ट है, शुभमन गिल की कवर ड्राइव ज़्यादा बेस्ट है, या विराट कोहली की बेस्ट है, या मोहम्मद रिजवान की बेस्ट है? मोहम्मद रिजवान को तो आती नहीं है, कमेंट्स में बताएं। शाहीन अफरीदी का पेस ख़त्म हो गया, मैं शाहीन का बहुत बड़ा फ़ैन था। ये देखिए गाइस, चेक करें। तो क्रिकेट लवर हूँ मैं, क्रिकेट फ़ैन हूँ, इसलिए आपसे क्रिकेट की बातें कर ही ली हैं और क्या ही कर सकता हूँ मैं इस छोटे से व्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, 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 like and subscribe my channel, like and subscribe my channel, like and subscribe my channel, like and subscribe my channel। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब तो मस्ट है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये एसी लगा हुआ है, ये डोर जा रही है जिस पे एक दाग है, जिसे पौधे का बैलेंस बनाने के लिए हमने वेल को करने के लिए किया हुआ है। और मैं आपको एक सूरत भी सुना देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। एक और सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक और सुना देता हूँ। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। एक और सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरे नमाज़ पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि नमाज छोटे बच्चों के लिए वो वहाँ से देख के सीख सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।